Xo'p, internetingiz sekin ishlab, qotayotgan bo'lsa, mana bu yerda qotyapti 55 megabit. Hozir mana sizlar uchun yana bitta tekshirib beraman. Yana qotadi. Men buni to'g'irlash yo'lini ko'rsataman. 000 bo'lib qoldi. Buni sababi bizada mana hozir men mo'y kompyuterga kiraman. Mo'y kompyuter C diski joyi to'lib qolgan bo'lsa, internetinglar mana shunaqa gnat qilib ishlaydi. Men buni to'g'irlashni hozir o'rgatib qo'yaman. Bizga misol uchun Telegram papkasini o'chirib tashlaymiz. Bizga bu papka kerak emas. Bu papka bizda загрузки va Telegram desktop mana mana shu yerda bo'ladi. Bu papkaning razmeri 35 gigabayt. 35 gigabayt mana hozir shift delete qilib o'chiramiz. Mijoz o'zlariga aytdik, mana shunaqa o'chirib olsa ancha yengillashadi va zo'r ishlaydi deb aytdik. Mana hozir bu 35 gigabaytlik ma'lumotlar hammasi o'chib ketadi. Bizga kerak emas, mijoz ham kerak emas dedilar. Походу tekshirib ko'ramiz. Baribir tekshirmaydi. Sababi bu yerda hozir bizda o'chirish jarayoni ketyapti, lekin internetimiz mana ancha yaxshilanib ketdi mana. Ancha baland bo'lib ketdi. Bu yana o'chib bo'lgandan keyin mana hozir ko'rib turibsizlar. O'chib bo'lgandan keyin internet yana ham juda ham yaxshi ishlashni boshlaydi. Ya'ni 100 megabitdan oshishni boshlaydi yoki LAN portlar 100 megabitgacha bo'lsa 100 megabitgacha ishlab beradi.